Boshlang'ich, o'rta va yuqori tajribaga ega targetologsiz va sizda hozirda quyidagi muammolar uchrab turgan bo'lishi mumkin. Birinchisi bu, deylik, real loyiha olganingizdan keyin unda qisqa vaqtda natija qilish qiyin. Natija qilish ancha oylarga cho'zilib ketyapti. Ikkinchisi, deylik, o'sha lidlaringiz ancha qimmat, uni qanaqa qilib narxini tushirish bo'yicha ko'p muammolarga duch kelyapsiz. Uchinchisi, kreativlarga ideyani qayerdan topishni bilmaysiz. Aynan sizga kreativ qilish vazifasi berilgan, misol uchun ularga ideyani qayerdan topishni bilmayapsiz. To'rtinchisi, mijoz bilan to'g'ri uzoq muddatli kommunikatsiya qilish, ishlash bo'yicha juda ko'p muammolarga duch kelyapsiz. Agarda sizda hozir mana shu muammolar uchrab turgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Ayni shu muammolar bo'yicha sizga o'zimni shaxsiy ishlatadigan instrumentlarimni, yechimlarimni to'liq taqdim qilaman. Demak, videoni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz real loyihangizda qisqa vaqtda natija qilish, yaxshi natija qilish, lidlar narxini tushirish, kreativlarga tugamaydigan ideyalar topish va mijoz bilan to'g'ri kommunikatsiya qilish haqida bo'ladi. Darsimizni boshlashdan oldin qisqacha o'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Shovqiddin, 4 yildan beri targeting bilan shug'ullanib kelaman va mana shu o'tgan 4 yil davomida 40 dan ortiq real loyihalar bilan ishladim va shu kungacha 200 dan ortiq targetologlarga aynan target bo'yicha chuqur bilimlarni berib kelyapman. Bugungi darsda sizlar bilan quyidagi mavzularga kirishamiz. Real loyihada qisqa vaqtda natija qilish, kreativlarga tugamaydigan ideyalar topish, lidlar narxini tushirish va mijoz bilan doimiy to'g'ri kommunikatsiyada ishlash haqida to'liq gaplashamiz. Bo'lmasa, diqqatimizni monitorga qaratamiz. Xo'p, bizda asosiy mavzuni ko'rib chiqdik. Endi quyidagi sxema bo'yicha darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, bizda eng birinchi navbatda muammolarni ko'rib chiqamiz. Mana shu muammolarga nima sabablar borligini biz ko'rib chiqamiz va undan keyin o'sha yechimlarni berishni boshlayman, tushuntiraman. Demak, boshladik. Birinchi navbatda muammolarni ko'ramiz. Xo'p, real loyihada tezkor natija qila olmaslik. Deylik, masalan, bitta testni berayotganmi yoki bo'lmasam real loyiha uje olib ishni boshladingiz, lekin natija qilishda deylik ikkilanyapsiz. Natija qilish uje umuman uzoq vaqtlarga cho'zilib ketyapti. Xo'p, ikkinchisi bu narxlarni hozirda kompleksni deylik o'sha oshib ketishi. Narxlar juda qimmat, uni tushirishni deylik amaliy yo'llarini bilmayapsiz. Bizda uchinchisi kreativlarga tezkor ideyalar topa olmasligingiz. Masalan, o'sha real loyihalaringizdagi kreativlarga qanaqa qilib qayerdan ideyalar topishni bilmayapsiz. Bizda oxirgi deylik muammo bu mijoz bilan deylik uzoq muddat ishlash va to'g'ri kommunikatsiya qila olmaslik. Mijozingiz bor, u bilan to'g'ri kelisha olmayapsiz. Natijada 1-2 oyda mijozingiz sizdan ketib qolyapti. Endi mana shu muammolarga deylik bitta kompleksni sabab beraman, ya'ni umumiy qilib bitta sabab beraman. Ya'ni bu sizda texnik bilimlar bo'yicha kamchilikni borligi yoki texnik bilimlarga oid muammo emas. Bu yuqoridagi muammolar sizda borligi, bu eng muhim bo'lgan strategik va mijoz bilan ishlash ko'nikmasini yaxshi o'zlashtirmaganligingiz hisoblanadi. Mana shu deylik umumiy sababdan kelib chiqqan holatda sizda yuqoridagi muammolar kelib chiqyapti. Endi biz aytaylik yechimlarga to'xtaladigan bo'lsak, shaxsan o'zim shu muammolarga qanaqa yechimlar taklif qilaman, nima yechimlar beraman, birma-bir sizga tanishtirib o'taman. Birinchisi o'sha real loyihaga tezroq natija qilish uchun nima qilish kerak degan savolga mana shu yechimlarni, ishlaydigan usullarni ko'rsataman. Xo'p, eng birinchi navbatda bizda oldingi sotuv usulini va varonkasini aniqlang. Qaysi usulda yoki varonka bo'yicha yaxshi natijalar qilgan? Real loyihaga bordingiz, uni audit qildingiz, u bilan gaplashdingiz, ehtiyojlari nima, misol uchun qanaqa oldin deylik raqamlar bo'lgan A точка, B точка degan joylarida siz mana shu narsani so'rashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni oldin sotuv qilgan bo'ladi, katta ehtimol bilan sizdan oldin targetolog bilan ishlagan yoki o'zi ishlagan, qaysi kanallarda yoki qaysi varonka bo'yicha ko'proq sotuv qilgansiz deb so'raysiz. Ya'ni bu sizga nima beradi? Agar mijoz misol uchun sizga variantlari bersa, veb-sayt orqali masalan lidlar tushgan, yaxshiroq sotuv qilganman, deylik direct orqali misol uchun yaxshiroq sotuv bo'lgan, ko'proq mijoz kelgan, arzonga kelgan yoki Telegram orqali masalan ko'proq sotuv qilganman degan variantlarni beradi sizga va bu sizga qaysidir ma'noda bitta signal bo'ladi. Endi siz mana shu sizga bergan variantlar orqali yaxshi ishlaganini topasiz. Masalan, o'sha veb-sayt orqali yaxshi natija qilgan, mana shu varonka orqali misol uchun yaxshi ishlagan. Siz endi mana shu varonkasini o'rganib chiqasiz. O'rganganingizdan keyin siz unga realizatsiya qilasiz. Qayerda nima kamchilik bor? Audit qilganingizdan keyingina mana shu varonkani o'zini ishlatib ko'rasiz. Bu sizda nima beradi degan bo'lsangiz, sizda natija qilishni ancha tezlashtirib beradi. Kelishligi, bu sizda o'sha natija qilish bo'yicha eng birinchi qiladigan ishingiz hisoblanadi. Bizda ikkinchisi strategiyani aniq va tartibli oldindan tuzib oling. Ya'ni
bordingiz, переговор qildingiz. Уже переговорdan keyin ishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Sizga strategiya bo'lmaydigan bo'lsa, ishingiz betartib bo'lib ketadi, vaqtlar ancha cho'zilib ketadi. Ya'ni masalan bitta loyihaga 2-3 oylab sizda aniq reja, strategiya bo'lmaganligini hisobiga deylik natija qilish ancha cho'zilib ketadi. Shuning uchun strategiyani aniq va tartibli oldindan tuzib olishni maslahat beraman. Ya'ni agar sizda misol uchun bitta loyihani boshlaganingizda aniq masalan strategiyangiz bo'lsa, kompleksniy, sizda уже aniq yo'nalish bo'ladi, muammo bo'lmaydi o'sha natijada, то есть o'sha target natijangizni tezroq o'sha loyihada qilib berish uchun. Bizda uchinchisi, deylik qadamga o'tamiz. Audit qiling va yaxshi ishlagan kreativlarni aniqlang. Endi strategiyani qildingiz. Strategiyani qilganingizdan keyin audit bosqichiga o'tdingiz yoki oldinroq audit qilgansiz. Qaysi kreativ yaxshiladi, qaysi offer yaxshiladi, qaysi auditoriya yaxshiladi yoki misol uchun qaysi varonka yaxshi ishlagan. Umuman o'zi hozirgi holatda kreativlarni auditoriyalarga e'tibor bering. Siz u yoqdan olasiz, masalan, arzon, ko'proq deylik o'sha sizga konversiya olib kelgan, oldin konversiya olib kelgan misol uchun kreativlar yoki takliflar, o'sha auditoriyalar bo'ladigan bo'lsa, ularni to'liq o'rganib chiqasizda, ularni ham qaytadan realizatsiya qilib ishlatasiz. Nimaga? Chunki bu o'zi oldin yaxshi ishlagan. Tushundingizmi? Ya'ni siz audit qilish jarayonida, o'sha narsani chuqurroq o'rganish jarayonida siz bildingizki, demak, mana shu 1, 2, 3-etapdagi kreativlaringiz, takliflaringiz yaxshi ishladi. Va mana shuni natijasida siz o'sha nisbatan qo'yilgan KPI tezroq bajarishga harakat qilasiz, to есть natija qilib berasiz. Ya'ni o'sha deyarli ko'p narsa aniq bo'ladi. Prosta siz uni olib realizatsiya qilib ishlatish kerak bo'ladi. Ya'ni bu bitta o'sha tezroq natija qilish bo'yicha o'sha usullardan bittasi edi. Xo'p, bizda 4-inchisi, agar o'sha sizning real loyihangizda mijoz bazasi bo'ladigan bo'lsa, endi ko'p holatlarda bizneslar sizdan sotuvni talab qiladi, sotuvga olib boradigan mijozlar olib kelishni talab qiladi va mana shu joyda siz nimaga e'tibor berasiz? Agar unda retarget bazasi bo'ladigan bo'lsa, retargeting qilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, taklif tayyorlaysiz va o'sha auditoriyadan foydalanasiz. Real loyihaga keldingiz, real loyihaga kelganingizdan keyin deylik masalan, bu yo'g'i natija qilish kerak. Agar ko'rasiz, auditoriya yetarli bo'lsa, 50 mingmi, 100 mingmi, 150 ming agar sizda tayyor auditoriya bo'ladigan bo'lsa, ularga maxsus taklif berish orqali ham arzon, ham misol uchun bo'lishi mumkin konversiya, yaxshiroq konversiya beradigan auditoriya orqali yaxshi natija qilish mumkin bo'ladi. Aynan deylik sotuvlar, to есть natijalarni tezroq qilish bo'yicha mana shu ketma-ketlik bo'yicha ishlashni sizga tavsiya qilaman. Endi biz keyingi etapga o'tamiz. Xo'p, keyingi mavzu lidlarni arzonlashtirish uchun nimalar qilish kerak degan savolga, bu dolzarb mavzu, o'shanga yechimlari berishni boshlayman. Xo'p, birinchisi bu taklifingiz aniq bo'lsin, ishni boshlab strategiya tuzish va mobaynida offerlarni konkret aniqlashtirib oling. O'sha agar sizda masalan biznes beradigan taklifi, ya'ni siz masalan taklifni tuzishda bevosita yordam beradigan mutaxassis hisoblanasiz. Siz mana shu reklamalar yurgizishdan oldin o'zini sovuq auditoriya bor. Misol uchun bu haqida yana to'xtalamiz. Deylik, auditoriyasiga to'g'ri taklif bera olmasangiz, aniq taklif bera olmasangiz, bu sizda lidlaringiz ancha qimmat, sifatsizligi olib keladi. O'shaning uchun birinchi navbatda offerlarni konkretlashtirib oling. Xo'p, keyingi misol uchun usul bizda to'g'ri kompaniya strukturasini tuzing. Varonka bo'yicha reklama yoqadigan bo'lsangiz, bizda varonka bo'yicha ham deylik kompaniya strukturasini tuzish bo'yicha qonun-qoidalari bor. Shunchaki birga bir misol uchun sxemasi bo'yicha reklama yoqish bizda doim ham ishlamaydi. Ya'ni masalan hozir misol bilan keltirib o'taman sizga. Ya'ni ko'p agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, targetologlar, agar siz ham shunaqa misol uchun reklama yoqadigan bo'lsangiz, misol boshlaydi, reklama yoqadi. Deylik masalan lead kompaniya qiladida. Hop. Okey. Misol uchun kompaniya birga bir masalan auditoriya tanlandi, kompaniyalar nomlanishi o'zgartirildi, hamma narsa joylandida bo'ldi. Uje mana shu birga bir sxemasi, mana bu yerdagi birga bir sxemasi bo'yicha qoladi. Lekin bu deylik to'g'ri emas. Siz birinchi navbatda bu yoqda agar top of funnelga reklama yoqadigan bo'lsangiz, bu yoqda sizga ABO ni masalan ishlatganingiz yaxshi byudjet turidan. Va undan keyin mana bu yerda guruhlarni kamida 4 ta 5 ta yoki 6 ta qilsangiz ham bo'ladi. Va mana shu yerda deylik har bitta guruhga adsetga misol uchun kamida 3 ta, kamida emas, maksimal o'sha 3 ta kreativ qo'ysangiz, bu eng to'g'ri kompaniya strukturasi hisoblanadi. Hozir sizga misol bilan tushuntiradigan bo'lsam, mana bu yerda e'tibor beramiz. Bitta kompaniya ishlab turibdi. Ichida deylik o'sha 4 ta 5 ta guruhlari bor. Va mana shu guruhlarga har bittasiga kamida 2-3 tadan kreativlar qo'yilgan. Mana shu top of funnelda eng to'g'ri kompaniya strukturasi hisoblanadi. Kelishdiga. Endi ko'proq kreativlarni test qiling. 3-o'rinda. Ya'ni masalan siz lidlarni arzonlashtirmoqchimisiz, bitta, ikkita kreativ ishlatasiz ko'p holatlarda. Lekin bu deylik to'g'ri emas, to'g'ri yo'l hisoblanmaydi, chunki u siz hozir ishlatadigan bitta yoki ikkita kreativlaringiz ishlamay qolish ehtimoli ancha yuqori. Chunki siz uni oldindan bilmaysiz qanaqa qilishni, qanaqa natija berishni va mana shuni hisobiga sizda
natijalaringiz ancha qimmat bo'lib ketadi. O'shaning uchun ko'proq kreativlarni test qiling. Bir vaqt o'zida tavsiya qilaman har doim o'sha o'quvchilarga ham va mana shuni sizga ham tavsiya qilaman. O'sha kamida deylik 10 ta 15 ta kreativlarni test qiling. Mana shuning ichidan ishlagani qoladi, ishlamaganini o'chirasizda, ishlaganiga byudjetni berib, ularni vertikal, gorizontal o'stirib, deylik arzon, sifatli, yaxshiroq lidlarni, konversiyalarni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'p, keyingisi. Takliflarni trafik haroratlariga moslab berishga harakat qiling. Ya'ni bu nima degani? Bizda o'sha trafik harorati 3 xil toifa bor. Top of funnel, middle of funnel, o'sha bottom of funnel bor. Aynan varonka bo'yicha. Ya'ni ko'p joyda, misol uchun ko'p mutaxassis mana shu joyda xato qiladi. Birinchisi top of funnelga beradigan taklifini middle of funnelga beradi yoki aksincha. Chegirma, misol uchun mijozlar otzivi aynan deylik masalan qanaqadir diskountlar bo'lishi mumkin, qanaqadir aksiyalar bo'lsa, uni sovuq auditoriyaga berib qo'yadi. Bu masalan arzon produktlarda ishlashi mumkin, lekin agar siz qimmatroq chek bilan ishlaydigan bo'lsangiz, bu narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ya'ni sizni umuman tanimaydigan odamga siz qanaqadir imkoniyatlar UGC yoki bo'lmasam o'sha bo'lishi mumkin deylik maxsus takliflarni bera olmaysiz. Siz ularga masalan sovuq auditoriyaga birinchi ishonchini orttiradigan deylik kreativlarni takliflarni berasiz. Undan keyin agar ular iliq o'tadigan bo'lsa, ularga endi bo'lib sotuvga qaratilgan, sotuvga maksimum undaydigan o'sha takliflarni berish kerak bo'ladi. Mana shu narsaga jiddiy e'tibor berishingizni so'rayman. Xo'p, 5-inchisi bizda kreativlarni ustida ishlab, hook va hold reytlarini kamida 30% dan oshirishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni kreativ agar sizda ishlamasa, lidlaringiz qimmat bo'ladi. Ya'ni bu nima qanaqa ketma-ketlikda bo'ladi? Kreativlaringiz agar ishlamasa, klik kam bo'ladi, bosishlar kam bo'ladi, o'sha CTRlar past bo'ladi va shuning natijasida odamlar kam qiziqadimi, значит, sizni meta reklamalaringizni qiziqmas deb odamlarga hisoblaydi. Mana shuning natijasida CPM qimmatlab ketadi. CPM qimmatladimi, sizda natijalar ancha qimmatlashib ketadi. O'shaning uchun maksimal hozirda o'sha kreativlarga fokus qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bu mavzu tushunarli bo'ldi. Keyingisi bizda eng qiziq mavzu kreativlarga ideyalarni qayerdan topamiz. Hozir mana bu yerda ko'rsataman sizga amaliy usullar bilan. Eng birinchi qilinadigan ish, shaxsan o'zim foydalanadigan usul bu Ads Library bor. Ya'ni bizda reklamli biblioteka deyiladi. Facebook o'zini deylik o'sha platformasi hisoblanadi va mana shu yerda raqobatchilaringizni bevosita reklamalarni to'g'ridan to'g'ri ko'rib, uni analiz qilib, mana shu narsalarni aniqlasangiz bo'ladi. Qanday qilamiz? Xo'p, biz birinchi masalan mana bibliotekaga kirdik. Deylik siz masalan klikka reklama yoqasiz. Misol uchun, sizni raqobatchingiz bu o'sha PayMe bo'lishi mumkin. Siz demak klikka reklama yoqasiz, PayMe ni reklamalarini ko'radigan bo'lsangiz, PayMe ham mana masalan 110 ta reklama yoqqan. Kirib ko'rasiz, kreativlari qanaqa formatda qilgan. SMD dan foydalangan, misol uchun banner reklamadan foydalangan, reelslardan foydalangan yoki bo'lmasam qani videolari bor. Misol uchun mana bu yerda motion videolardan foydalangan. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, yana bitta ideya. Mana bu yerda deylik mana blogerlardan foydalangan. Misol uchun bu bitta format, bu bitta qanaqadir rubrika, bu bitta ideya turi. Siz o'rganasiz. Hammasini ketma-ket o'rganasizda, o'zingizni o'sha real loyihalaringizni ham shunga o'xshagan elementlarni olasiz. Masalan, siz klikka reklama yoqasiz, PayMe'da qaysi deylik joylari sizni e'tiboringizni tortdi, sizni e'tiboringizni tortdi kreativlarda. Mana shu elementlarni o'zingizga olib, uni realizatsiya qilib, o'rganib, boshqatdan qanaqadir o'zgartirish kiritgan holatda o'sha loyihada deylik masalan qo'llashi, misol uchun tavsiya qilsangiz bo'ladi, qo'llasangiz bo'ladi. Mana shu yerda bitta zo'r fishka o'rgataman. Ya'ni raqobatchilarni masalan reklamasini, yaxshi ishlayotgan reklamalarni taxminiy bilib olsa bo'ladi. Qanday qilib? Endi masalan reklamalarni ko'ramiz. Ko'rish jarayonida bugun masalan deylik masalan bizda 8-oktyabr bo'ladigan bo'lsa, PayMe misol uchun aktiv reklamalarning ichida 11-avgustda yoqilgan reklamalar bor ekan. Bu nima beradi sizga? Masalan 11-avgustdan beri reklama ishlab turibdimi? Agar targetologini doimiy ustida ishlaydigan bo'lsa, agar mana shu kreativ yaxshi ish bermagan bo'lsa, buni o'chirgan bo'lardi. Lekin vaholanki mana shu kreativ yaxshi ishlab turibdi, PayMe masalan uni o'chirmayapti. Tushundingizmi? Ya'ni uzoq vaqtdan beri ishlab kelgan kreativlari katta ehtimol bilan ularga yaxshi natija olib kelyapti. Kelishdigi mana shu usullar orqali ham siz o'sha qaysi reklamalar yaxshilab turganini bilish imkoniyatiga ega bo'lasiz va mana shundan ham ideyalar olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi raqobatchilarni top deylik reelslarni o'rganib chiqish tavsiya qilinadi. O'sha deylik masalan mana Instagramga kiramiz, PayMe ni ko'rdik, qaysi deylik masalan videolari yaxshi ishlagan. Va mana shu reelslardan ham e'tibor berib kuzatib chiqamiz. Qaysi biri misol uchun yaxshi ishlagan bo'lsa, shularni elementlarni olib, masalan, o'zimizni real loyihamizda o'sha ideya sifatida deylik foydalansak bo'ladi. Kelishdigi? Endi ayni sizni hozir loyihangizga oid bizneslarni, kreativ va reelslarni o'rganish. Tasavvur qiling, siz Kingsman'ga misol uchun reklama yoqasiz.
Masalan, Kingsmi bu o'sha deylik biznes egalariga kiyim sotadigan do'kon deb oladigan bo'lsak, brend deb oladigan bo'lsak, misol uchun. Endi siz mana shu ideyalar qidirish jarayonida Kingsmenga biz misol uchun shunga turdosh bo'lgan, masalan, misol uchun biznes egalariga o'sha konstovar yoki bo'lmasam o'sha podarkalar korporativniy misol uchun sovg'alar sotadigan bitta brendni ko'ramiz. Ikkita deylik brenddan bizneslarga, misol uchun biznes auditoriyaga xizmat qiladi, produkt sotadi, lekin ikkalasi boshqa sohada. Siz masalan kiyim sotasiz, lekin o'sha misol uchun o'sha podarka korporativniy sovg'alar sotadigan deylik brendni ham analiz qiladigan bo'lsangiz, u yoqdan ham ko'p ideyalar olsangiz bo'ladi. Chunki ular ham o'sha biznes auditoriyaga deylik taklif beradi, offer bilan chiqadi, ular uchun kreativlar qiladi kelishdigi. Ya'ni sizni ishlab turgan loyihangizga turdosh bo'lgan boshqa turdagi deylik o'sha brendlardan ham ideyalarni olsangiz bo'ladi. Hop, top blogerlarni, influenserlarni videolarini ko'rish va ulardan ideya olish. Ya'ni masalan, biznes auditoriyaga oid bo'lgan deylik blogerlar bor yoki misol uchun avtomobillarga qiziqadigan blogerlar juda ko'p. Ularni o'sha uchgan videolaridan biz elementlarni olgan holatda kreativlarni qilsak bo'ladi. Ya'ni masalan, top misol uchun kreativlari chiqadi, o'sha deylik masalan, o'shalarni ko'rish orqali biz juda ko'p ideyalar olsak bo'ladi. Yana bitta misol uchun bitta misol, bu yoqda yozilmagan o'sha reelslar chiqadi sizga asosan, sizga qiziqishingizga mos. Mana shu yerdan ham agar umuman o'zi boshqa yo'nalish bo'ladigan taqdirda ham sizni e'tiboringiz tortdimi, значит siz o'shani nimadir o'rgansangiz bo'ladi va uni real loyihangizda qo'llasangiz bo'ladi. Mana shu ketma-ketlik sizga kafolat beraman, juda ko'p tugamaydigan ideyalarni beradi. Agar mana shu deylik instrumentlardan, masalan, resurslardan foydalanadigan bo'lsangiz, sizga doimiy ideyalarni doimiy taqdim etib boradi. Xo'p, keyingi bizda deylik yo'nalishga o'tamiz. Mijoz bilan uzoq muddat ishlash va to'g'ri kommunikatsiya qilish sirlari. Bu yerda nimalarga e'tibor berish kerak, nimalarni deylik masalan ishlatishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, doimiy kommunikatsiya qiling, to'xtovsiz deylik mijoz bilan gaplashib boring. Bu sizga nima beradi? Har kuni deylik o'sha bitta real loyihani boshladingiz, u bilan masalan boshlaganingizdan keyin katta ehtimol bilan Telegramda guruh ochiladi. Sizni faqat targetolog sifatida ishingiz reklama yoqish yoki kreativ topish emas. Sizni endi asosiy vazifalaringizdan bittasi u bilan to'g'ri kommunikatsiya qilish. Har kuni undan hol-ahvol so'rab turing. Qanaqa bo'lyapti ishlar? Masalan, o'tgan kuni qanaqa natijalar bo'ldi? Lidlarimiz sifati qanaqa? Mijozlari sifati qanaqa? Deylik byudjetda muammo yo'qmi yoki bo'lmasam deylik reklama byudjetimizda mana shu kunda misol uchun reklamamizni pulini yechadi misol uchun degan ma'noda har kuni u bilan kommunikatsiya qiling. 1-2 marta yoki kamida 1 marta kommunikatsiya qilsangiz, demak bu sizda o'sha mijoz bilan ishlashni deylik davomiyligini oshiradi. Bu sizga o'sha mijoz bilan uzoq muddat ishlashingizga yordam beradigan usul hisoblanadi. Shaxsan o'zim mana shu deylik kommunikatsiyani doimiy mijozlar bilan qilib boraman. Keyingisi, kunlik hisobotlarni yuboring. Qanaqa raqamlar bo'ldi, nima ishlar qilindi? Bugun o'tgan kunga, ya'ni kechagi kunga natijalarni deylik hisobotlarni tashlab borish kerak. Masalan, Google Sheets'da hisobotlar qilasiz. Hop, hozir ko'rsataman sizga. Masalan, mana hisobotlarni qildingiz. Hisobotlarni mana shu tarzda qilasizda, masalan 7-oktyabr bugun 8 bo'ladigan bo'lsa, 7-oktyabr kuni qanaqa raqamlar bo'ldi? Deylik masalan nech pul ketdi, qancha deylik lead tushdi, nech puldan tushdi, hammasini bitta skrinshotmi yoki bo'lmasa bitta post ko'rinishida jo'natsangiz ham bo'ladi. Unga qo'shimcha informatsiya deylik mijoz sizni deylik mana shu ishlar bilan band deb misol uchun e'tiborini to'yis xayolida mana shu narsa bo'ladi. Ya'ni masalan siz mijozni deylik o'sha ko'rinishida xayolida doimiy uni ustida ishlayotgan mutaxassisdek ko'rinasiz. Va aslida o'zi shunaqa. Va aslida o'zi ham shunaqa. O'shaning uchun doimiy tarzda har kuni deylik mana shu deylik o'sha hisobotlarni jo'natib turishni tavsiya qilaman. Endi uchinchisi, sizni mijoz bilan doimiy ishlash va sizni keyinchalik qimmatroq sotishingizga turtki bo'ladigan, yordam beradigan bu usullardan bittasi to'xtovsiz qiymat bering, hatto e'tiborga olmasa ham. Bu nima degani? Siz masalan o'sha real loyiha bilan ishni boshladingiz, jarayon ketyapti. Siz ko'rdingizki, sal boshqacharoq variankada yoki boshqacharoq masalan usul bilan ham yana ham misol uchun byudjet tejasa bo'ladi yoki yana ham lead sifatini yaxshilasa bo'ladi yoki mana shu kreativlarni qilib ko'proq konversiya olsa bo'ladi. Masalan, siz buni bildingiz. Endi mijozga taklif berasiz, masalan, lead sifatini yaxshilash bo'yicha sayt qilib ko'raylik. Sayt orqali juda katta sifatli lead olishimiz mumkin bo'ladi, katta ehtimol bilan, misol uchun. Yoki community manager bor, community manager ishini deylik yengillashtirish yoki uni ishini avtomatlashtirish jarayonida, misol uchun qilish mumkin, chatbotlarni misol uchun ishga tushirsa bo'ladi. Bu deylik doimiy to'xtovsiz o'sha vaqtida mijozlarga ma'lumot jo'natib turadigan instrument sifatida taklif qilsangiz bo'ladi. To'xtovsiz qiymat bering, ya'ni u deylik biznes egasi hammasini e'tiborga olmasligi mumkin, lekin uni xayolida
bu deylik masalan mutaxassis o'sha biznes haqida ko'proq qayg'uryapti, ko'proq ustida ishlayapti, ko'proq taklif beryapti degan faraz bo'ladi. Shaxsan o'zimda shunaqa holat bo'lganki, o'sha biznes egalari ko'p o'sha mas'uliyat bilan yondashishim yoki bo'lmasam o'sha ko'proq shu biznes haqida o'ylaydi deb o'zida fikr paydo bo'ladi. Va bu sizda keyinchalik doimiy uzoq muddat ishlash, undan tashqari o'sha sizga xizmat haqqini nisbatan qimmatroq to'lashga ancha yordam beradigan deylik usullardan biri hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz bilan tabriklayman va sizga muhim bir taklifimni eslatib o'taman. Agar siz mana shu etapda bo'lsangiz, yuqoridagi muammolar bilan qiynalib turgan bo'lsangiz, sizni boshingizda qanaqadir yo'l ko'rsatuvchi ustozingiz bo'lmasa, agar sizda mana shu bilimlar yetishmayotgan bo'lsa, bizda o'zimni Targeting Bootcamp onlayn kursimga yangi mavsum qabul ochildi. Bu kursda siz lidlar sifati, misol uchun to'g'ri baronka bo'yicha reklama yoqish, kreativlardan to'g'ri foydalanish, kreativlar tuzilishi, qanaqa bo'lishi, undan tashqari umuman o'zi targeting bo'yicha kompleksli bilimlarga ega bo'lasiz. Bu kurs deylik masalan endi boshlamoqchi bo'lgan targetologlarga yoki aynan mana shu muammolar bilan bitta joyda qotib qolgan targetologlar uchun ayni mos keladi va mana shu yangi mavsum qabul uchun dastlabki ro'yxatdan o'tgan kursga qo'shilmoqchi bo'lgan 10 ta misol uchun inson uchun maxsus taklif beriladi. Bu maxsus taklifni olish uchun quyida bizning videomiz ostida link bor. O'sha orqali ro'yxatdan o'ting. Sizga o'zim aloqaga chiqaman yoki mana shu Telegram deylik video ostida Telegram bor. Shu orqali kurs haqida batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Videoda olgan bilimlaringizni albatta real loyihalaringizda qo'llang. Keyingi darslarda ko'rishguncha omad.